Simayi hergizmi 3 parçalık haqida qissatki birinchi qahramon, birinchi donishma emas. Eng aqlli kishi emas, eng iqtidorli, eng jiroqni ko'rar, eng donishmand kishi emas. Hech qaysida birinchi o'ringa tizlanmaydi. Lekin bir ishda Simayi o'zini men ikkinchi o'rinda turman desa, hech kim men birinchi deyolmaydi. Ya'ni sog'lomlikda, sog'lom yashashda. Qarsak salomatligi nihoyat yaxshi, sizlarga o'xshash hargiz qon besim, may besim, o't tash va bu undaq kasal yo'q Simayida. Simayining bu vaqtda tutgan usul qanda? Sizlar jabar qilaveringlar, men ishdan tushman. Sizlar aviya qilaveringlar, men yaxshi oromlab uxlayman. Sizlar shu 3-4 ming ko'y maash uchun jininglarni tikib, vaqtimlarni isrof qilib, ketsim shuni g'amini yeb, jabar qilib turib, dammam o'tib ishlayveringlar. Men bunun keragi yo'q, men berib aram olaman. Sizlar menga fursat bermaysizlar, shundami? Ma'qul. Sizlar menga xizmat bermaysizlar, shundami? Ma'qul. Sizlar men bilan birga o'ynamaysizlar, shundami? Ma'qul. Meni chekib qoqsa, cheklab tursa, shundami? Ma'qul. Men uduldagi Jenshofanda sizlarning xush xabaringlarni saqlayman. Uzoq o'tmayla xush xabarlar orqa-orqadan kelgildi. Eng dastlab buning eng kuchli raqibi Jugulyan o'lib ketdi. Savsovning umri yetmay o'lib ketdi. Savbim o'lib ketdi. 3-yilda Savrim o'lib ketdi. Lekin Simayni hisobmasak hammasini o'ldiribdi maqtadi. Buningdan boshqa bu Simayning shunday cho'ng kichik dushmanlari nihoyat ko'p qeyrib shunday o'lib ketgan. Biroq Simaylar nihoyat sog'lom hayot yashab qolgan. Qarsak ba'zidagi baxit hayotdagi natija nihoyat burun kelgan. Masalan, Sunchvan 15 yoshda bir nihoyat Shenjang bo'ldi. Jugulyan 27 yoshda tog'dan tushib, Lyubey mushavru aytib chiqib boshlaydi. Biroq eng oxirida shuning uchun har qanday ishning ma'lum bir payti bo'ldi. Bak aldirab ketmanglar, aldirab voz kechmanglar. Bu salomatlik bu yerdagi eng cho'ng boylik. Hammamizga eng qimmat boylik shu salomatlik, eng azon boylik bu salomatlik. O'zimizning salomatligini o'zimiz asriy olamiz, yaxshilay olamiz. Avat sog'lomlik bo'lmaydiga kelgusida hech nimamiz bo'lmaydi. Shunga hayotda muvaffaqiyatning ikki xil yo'li bor. Birinchisi, fursat kelgan vaqtda butun vujudimiz bilan tirishishimiz, nishonimizni to'g'rilab shu nishon uchun qat'iy bel qo'yatmay izchillik bilan bir qadamdan ilgarilishimiz, muvaffaqiyat qozonishimizga chin yuragimizdan ishonishimiz kerak. Ikkinchi bir xil yo'l fursat kelmagan vaqtda Jenshofangda bir karta bedirib, xush xabarni saqlab o'tirishimiz kerak. Mana bu Simayining hayotidagi tutgan yo'li. Mana bu Simayidan o'rgandig'imiz. Undaqda sizlar Simayi haqida nimalar qiziqsizlar, nimalarni bilsizlar. Kelarki sonda Simayi to'g'riliq nimalarni so'zlasak bo'lar. Qissa